epigenetik deydi uni, ya'ni gendagi o'zgarish, lekin tug'ma emas, tashqi omillar ta'siri ostida paydo bo'ladi. Juda ko'pincha stressdan paydo bo'lishi mumkin, ma'lum bir dorilar ta'siri ham bo'lishi mumkin. Lekin orttirilgan bo'lgandan keyin buni davosi ham osonroq. Vitiligoni davosi yaxshi o'rganib chiqilgan dermatovenerolog deydi, teri tanosil kasalliklar bo'yicha mutaxassislar juda yaxshi biladi, o'zi shug'ullanadi. Lekin vitiligoga o'xshash kasalliklar bor, tanada dog'lar bilan keladigan, xususan nerofibromatoz bor. Farqi faqat to'q qahvarang dog' bilan keladi. Undan tashqari tuberoz skleroz degan kasallik bor. Ancha o'xshab ketadi, o'sha oqish dog'lar bilan keladi. Farqi tug'ilgandan dog' bo'ladi, bola rivojlanishda ortda qoladi. Yaxshi rivojlanmaydi, autizm bo'ladi, tutqanoq, ya'ni sudragasi bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo. MRT qilganimizda bosh miyasida ham dog'lar chiqib keladi. Aynan mana shu dog'lar bo'lgani uchun rivojlanmaydi, sudraga bo'ladi. Buni ham maxsus o'zining davosi bor. Faqat o'sha davosigacha yetib olish kerak, to'g'ri diagnoz qo'yib olib, to'g'ri tashxislab, aniqlab, to'g'ri davolash kerak ekan. Shunda bola yaxshi rivojlanishi mumkin, sudragasi ham to'xtaydi, sog'ayib ketadi o'zi.